أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Shulardan keyin iyyaka na'budu dedi. Sengagina ibodat qilamiz. Va iyyaka nasta'in va sendangina madad so'raymiz. Iyyaka na'budu bu tushunarlik, ya'ni tavhidga dalolat qiladi. Taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidu al-hasr. Usul ilmida aytiladiki, na'buduka bo'lish kerak bo'lgan jumlani iyyaka na'budu deb iyyaka bilan isbotlanib maf'uli oldinga o'tkazilganligi bu tavhidki, ya'ni faqat senga degan ma'noni beradi. Lekin biz bundan hozir bir tazkiya ma'nosini olishimiz kerak. Faqat e'tiqod ma'nosini emas. Nega iyyaka na'budu? Nega na'buduka emas? Iyyaka na'budu, iyyaka sen degan sengagina deb tarjima qilsak agar, sengagina ibodat qilamiz. Ya'ni ibodatni senga qilamiz emas. Sengagina, sen Alloh subhanahu va taologa birinchi bo'lib uning ismi oldinda turganligi siz ibodatingizga madad bo'lishligi uchun. Ya'ni birinchi o'rinda siz ibodat qilmoqchi bo'lsangiz, o'zi kimga qilayotganligingizni tanib olib qilishingiz kerak. Yuqorida aytganimdek, iyyaka, u faqat senga qilinayotgan ibodat. Shuni bilsangizgina ibodatingizni yuqoridagidek dangasalik bilan qilmaysiz va ibodatingizni riyo uchun, xo'ja ko'rsin uchun, odamlar uchun qilmaysiz. Chunki aytib qo'ydi, senga faqat deb. Ibodat qilmoqchi bo'lsangiz, Alloh yodida tursin. Shunda ibodat qila olasiz. Nega ibodat qila olmayapman deydi odamlar hozir. Nega o'qiy olmayapman, nega chiza olmayapman, nega yodla olmayapman? Chunki shularni kimga qilish kerakligini, kimga qilayotganini unutib qo'ygan. Birinchi o'rinda shu aslida zikr qilingan iyyaka. Allohni yodlasa insonga osonlashadi. Alloh subhanahu va taolo taqvodorlar haqida aytgandek, albatta taqvodorlarga shaytondan bir vasvas tutsa ularni, tazakkaru yoki zakarulloh, Allohni eslaydilar, shunda ular haqiqatni ko'rib qoladilar degan. Inson dunyoda ibodat qilayotganda ham shunaqangi dangasalik, riyo, odamlar eshitsin, odamlar ko'rsin degan xayoliga kelaversa, birinchi o'rinda iyyaka degan narsani yodda saqlab qo'yish kerak. Bejizga Alloh subhanahu va taolo iyyaka deb boshlamagan ibodatni shuni yodda saqlashim kerak degan tuyg'u turish kerak. Iyyaka na'bud, sengagina ibodat qilamiz. Ibodat nima? Ibodat tariqun muabbad. Arab tilida mana asfaltlangan yo'l bo'lsa, ana shu yo'lda tariqun muabbad deyiladi. Ibodatga aylantirilgan yo'l yani. Nima degani bu? Yo'l asfaltlangandan keyin uning ustida yurish osonlashadi. Yo'l asfaltlangandan keyin yo'l changib insonga qarab ko'tarilavermaydi. Banda Alloh subhanahu va taolo bilan bandaligi shunaqa bo'lish kerakki, Allohning hukmi uning ustiga yurishi oson bo'lishi kerak. Allohning hukmini olib kelsa qaysarlik qilib bo'ynini ko'tarib, oyog'ini ko'tarib tipirchilavermaydi. Xuddiki mana bu asfaltlangan yo'l ustida inson osongina yuradi. Allohning hukmi inson ustida mana shunday osongina yurish kerak. Ana shuni banda deyiladi. Ana shuni ibodat deyiladi. Siz ibodat qilyapsizmi, yo'qmi, qayerdan bilasiz? Allohning hukmi kelsa, osongina qabul qilayotgan bo'lsangiz, siz ibodat qilyapsiz degani. Siz bandasiz degan. Xuddiki mana asfaltlangan yo'ldek Allohning hukmi ostida tep-tekis bo'lib inson yotibdi. Va hadeb changavermaydi. Ya'ni qo'pol qilib aytgan o'zimizdagidek insonlar Allohning hukmini aytsa, har xil bahonalar topib, miring-miring qilib og'zidan har xil gap so'zlar chiqaveradi. Mana shu bir bandalikning yo'qotilganligidan. Ana shu ibodat degan. Ibodat umumiy ma'nosi butun hayotni qamraydi. Sengagina ibodat qilamiz deganda hayotdan sen uchun yashab o'tamiz degan. Qul inna solati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin.
Ana shu ibodat degani. Ayting, namozim ham bu tushunarlik, hamma biladigan ibodat. Qurbonliklarim ham bu ham ibodat. Bu qurbonlik ham ibodatligida insonlar buni yo'qotib qo'ygan lekin hozir. Qurbonlikda chunki insonlar kimlardir shu odamlarni shu so'yibdi degan nom uchun so'yib qo'yadi. Bundan ham o'tolganlar ko'pchiligi oxirgi bosqichdan o'tolmaydi. Va mahyaya va mamati, tirikligim va o'limim ham lillahi robbil alamin. Alloh uchun, olamlarning Robbisi uchun degan narsani ko'pchilik yodida saqlay olmaydi. Hayotda yashagan tirikligim, o'limim degani har bir harakat va sakonatim degani. Har bir harakatingiz va sakonatingiz Alloh subhanahu va taolo uchun bo'lishi kerak. Nega endi Alloh uchun bo'lishi kerak? Meni haqqim yo'qmi desa, chunki u zot lillahi robbil alamin, olamlarning Robbisi. Mana bu yerda yuqorida aytilgandek, alhamdulillahi robbil alamin. Olamlarning Robbisi bo'lgandan keyin hamma narsangiz uniki bo'lishi kerak. Sufyon as-Savri aytganlar, shuning uchun ham in istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi asarin faf'al. Agar boshingni qashlashligingga ham dalil keltira olsang, shunga ham dalil keltirib boshini qashlagin degan. Ana shu ibodat deyiladi. Hayotdagi hamma amalni Alloh roziligi uchunga aylantirish. Shuni faqat Alloh uchun qilish. Iyyaka na'budu deyiladi. Sengagina bandalik qilamiz. Inson o'zini Alloh subhanahu va taoloning bandasi deyishligi unga bir nuqson emas aslida. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo bashariyat qadami yetmagan joyga payg'ambarini olib chiqdi Me'roj kechasida. Hech kim bormagan joyga Alloh o'zini huzuriga ko'tardi. O'shanda ham Alloh subhanahu va taolo rasulini bir sifat bilan zikr qilgan, u ki bandalik sifati subhanallazi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil harom ilal masjidil aqsa allazi barakna hawla. Asra bi 'abdi, shu hattoki samovatlarga ko'tarilib ketgan bo'lsang ham mana shu bandalik degan xususiyatni unutma degan. Insonning sharafi shunda, bandalik. Asro bi 'abdi. Payg'ambarlar haqida ham ni'mal 'abd deydi. Qanday yaxshi banda deydi. Bandadan nariga o'tmaydi hech qaysi. Sharafi shunda uni. Kim ubudiyatni qoyim qila olsa, shunchalik uning sharafi ko'tariladi. Kim sharaf istab ubudiyatga nuqson yo'l qo'ysa, shunchalik odamlarning nazdida ham Alloh nazdida ham pastkashlasha boradi. Hamma bu sohalarda, xususan ilmda ham, hamma sohalarda Alloh uchun qilayotgan boshqa amallaringizda ham inson agar shu odamlar ichida sharaf uchun shu ishni qiladigan bo'lsa, Allohning oldida ham, odamlarning oldida ham sharafini yo'qotadi. Haq ahli bilan botil ahlini biz shundan ajratib olamiz. Iyyaka na'budu degandan keyin sengagina ibodat qilamiz desa, insonga gohida g'urur kiradi. Ya'ni men ibodat qilyapman-ku deydi. Go'yoki Allohni o'zini zimmasidagi haqqini ado qilganday bo'lib qoladi. Haqiqatan inson zimmasidagi Allohning haqqi ayyabuduhu va la yushriku bihi shay'a. Insonlar Allohga ibodat qilishi, unga biror narsani sherik qilmasligi. Lekin shu ibodatni senga qildirib qo'ygan zotni unutma yana. Ko'p insonlar iyyaka na'buduga kirgandan keyin, ya'ni sengagina ibodat qilamiz degan yo'lga tushgandan keyin ularda yana shu yo'ldan chiqib ketishligiga sabab bo'ladigan narsa iyyaka nasta'inni unutishlik. Ya'ni go'yoki shu men shunaqa qilyapman deb o'ylaydi. Manmansiraydi. Men shuni qilyapman, qodirman men shunga deydi. Alloh subhanahu va taolo uni shu yo'lda ushlab turganligini unutadi. Iyyaka nasta'in, shu yo'lda na'buduka, ya'ni iyyaka na'buduni, sengagina ibodat qilamiz degan g'oyani saqlab turish uchun sendangina madad so'raymiz yana. O'zimizcha tura olmaymiz bu yo'lda. Bu madadni ham to'g'ri kelgan insondan so'ramaymiz. Iyyaka, sendangina so'raymiz. Bu ham tavhid. Allohdangina madad so'rash. Ibodat bilan istionani birga keltirdi. Sendan madad so'raymiz deganda qaraylik, nimaga madad so'raymiz? Bu umumiy. Ibodat qilish uchun ham Allohdan madad kerak. Bardavomlik uchun ham ibodatda Allohdan madad kerak.
ibodat asnosida keladigan qiyinchiliklarga ham Allohdan madad kerak. Undan keyin keladigan musibatlarga ham Allohdan madad kerak. Hayotdagi oddiy qiyinchiliklarga ham, bu oiladagi muammomi, rizq masalasidagi qiyinchilikmi yoki g'am qayg'umi, hammasiga Allohdan madad kerak. Shu Allohdan madad so'rashligingiz uchun esa nima qilishingiz kerak? Allohga ibodat qilishingiz kerak. Allohim yordam bergin degan gapni o'zi bilan emas, Allohga ibodat bilan yordam so'rashlik kerak. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo o'zi buyurdiki, "Vasta'inu", ya'ni Allohdan madad so'ranglar. Ey Alloh, menga madad bergin, shumi Allohdan madad so'rash? Yo'q. Vasta'inu nima bilan madad so'rash kerak? Insonlar mana nimadir so'ramoqchisiz Alloh taolodan. Allohim o'zing yordam ber deyapsiz. Nima qilib so'rashingiz kerak? Nimadir amal qilib yordam so'rash kerak. Shunchaki yordam emas. 1-2 rakat namoz o'qingda Allohim yordam berding, keyin ana shunda yordam keladi sizga. Bir sadaqa qilingda Allohim yordam berding, keyin ishingizda ana shunda yordam keladi. Bir kun roza tutingda Allohim yordam berding, keyin ana shunda yordam keladi. O'tirib olib yordam ber degan bilan yordam kelmaydi, amal bilan yordam keladi. Shuning uchun ibodat qilib yordam so'ranglar deyapti. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Va yuqoridagi oyatda ham vasta'inu, Allohdan madad so'ranglar. Bis sabri vas salat. Sabr bilan, ya'ni 1-2 kunda kelmaydi, to'g'ri. Xuddiki bersang berding, bo'lmasam yo'q deb Allohga shart qo'yib ibodat qilma. Yo'qda Alloh insonni sinaydi ana shunda. Allohdan so'raydi, 1 kun so'radim, 2 kun so'radim, 3 kun so'radim, 10 kun, 1 yildan beri so'rayapman, nega yo'q deydi. Mana shunda bu odam tamom sinadi. Sabr bilan so'ra deyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki, "Yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil, yasta'jil." Birlaringga duosi mustajob qilinadi, shoshilmasa deganlar. Shoshilish nima ya Rasululloh deb so'raganda, shoshilish, birlaring aytadiki, "Da'utu kaza va kaza falam yustajabli." Shuncha vaqtdan beri duo qilyapman, hech mustajob bo'lmayapti, hech yordam kelmayapti. Ana shu shoshilish degani. Ibodat bilan bardavom bo'lib yordam so'radi. Vasta'inu bis sabr, shuning uchun ham sabr qilib yordam so'ra deyapti. So'ragan vaqting beravermaydi. Va faqatgina sabr qilib kutib ham yotaverish emas, vas salat, namoz bilan, ya'ni amal bilan degan. Allohdan madad so'ragan. Mana bu oyat ham shunga o'xshaydi. Iyyaka na'budu, sengagina ibodat qilamiz, va iyyaka nasta'in, va sendagina madad so'raymiz degan.